Boshlagan. Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar. Mana biz bu yil hisobidan 25-yilga tumandagi anti yong'in tashkiloti bilan shartnoma qilib, u kishilar kelib ketdi, shartnoma qildik. Undan keyin bizni gaz plitamizda, gaz balonimizda, ancha-muncha shu gaz tizimimizda kamchiliklar bor edi. Keyin biz yigitlarni jo'natamiz degan gapni qilib ketdi. 3 kun ilgari, mana bugun 3-kun shu anti yong'in xizmatini boshlig'i, mas'uliyat cheklangan jamiyatning boshlig'i o'rtoq Anatoliy aka boshliq yigitlar kelib turib, hozir shug'ullanib bizni xonadonimizdan, bizni kuxnimizda, oshxonamizda mana shu gaz plitani sozlab berdi, bartaraf qildi kamchiliklarni, gaz balonni shlankalarida o'zgarishlar bor ekan, gaz chiqib turgan ekan, bularni qilib berdi. Biz ularning xizmatidan mamnunmiz. Qolaversa mana shu bugungi kunda hokim boshliq Sherzod Shuhratovich boshliq komanda juda yaxshi ishlayapti. Hamma nimalarni, tizimlarni yo'lga qo'ygan. U kishiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xuddi shunday bizni qo'shnilarnikida ham hammanikida qanaqa kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, tez-tez kelib, barcha sohada yigitlar kelib turib, o'zini beminnat xizmatlarini ko'rsatib ketyapti. Hammalaringizga rahmat. O'tgan bayramlar bilan, kelayotgan bayramlar bilan kasb-ko'rlarimizga Xudo barakasini bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Sizlarga rahmat.